Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerakkim, har bir ummatman degan odam Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni o'z ota-onasini tanigandek bilishi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan, Quraysh qabilasi Bani Hoshim urug'idan bo'lib, nomi shariflari Muhammaddur sallallohu alayhi va sallam. Tug'ilgan joylari Arabistonda, Makka shahridir. Otalari Abdulloh, Abdullohning otasi Abdul Muttalib, uning otasi Hoshim, uning otasi Abdul Manofdir. Ushbu to'r otalarni bilishlik har bir musulmonga lozim va lobuddir. 11 otalari Quraysh, 21 otalari Adnodir. Payg'ambarimizni yuqorigi otalari Ibrohim Halilulloh, onalarining ismlari Ominadir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ota-onadan yolg'iz tug'ilgan to'ng'ich o'g'ildirlar. Chunki payg'ambarimiz ona qornida 2 oylik bo'lgan chog'larida otalari Abdulloh Shom safariga ketayotib Madina shahrida vafot topdilar. Yoshlari 30 ga yetmagan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrati Isa alayhisalomdan 571 yil keyin tug'ilgan ekanlar. U zamonda Eron mamlakatida mashhur No'shiravon Odil podshoh o'tgan ekanlar. Odil podshoh zamonida tug'ildim degan so'zlari mavridur. Rabbil avval oyining 12-si dushanba kechasi sahar vaqtida dunyoga keldilar. Ona qornida yotishlari, onadan tug'ilishlari boshqa bolalardek bo'lgani yo'q. Chunki onalari Omina og'ir bo'y xotinlardek qursoq og'irliklarni sezmadilar. Dard, alamlarni boshdan kechirganlari yo'q. To'lg'oq azoblarni ko'rganlari yo'q. Yukli xotinlarga bo'ladigan badan og'irchiliklarini hech bilganlari yo'q. Ona qornida 6 oylik bo'lganlarida Xudoni do'sti, oxir zamon payg'ambariga yuklik bo'lding deb Ominaga tushlarda bashorat bo'ldi. Bu muborak o'g'il tug'ilganligini so'ngida oti Muhammad bo'lsin degan nom tug'ilishlaridan oldin bashorat bo'lgan ekan. Tug'ilish oy kunlari tamom bo'lganida Allohning qudrati bilan Hazrati Maryam, Fir'avnning xotini, Hazrati Osiyo va boshqa bir necha hur qizlar bilan doyalikka hozir bo'ldilar. Bola tuqqan xotinlardek odatdagi to'lg'oq tortish, qursoq og'irligi, qon kelishiga o'xshash narsalarni hech biri Omina onamizda bo'lgani yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tug'ilganlarida poklik, tozalik bilan vujudga keldilar. Shundoqki sunnat qilingan edilar, kindiklari kesilgan, badanlari yog'langan, xush islik narsalar surtilgan holatda tug'ildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelgan kechasida u zotning sharaf va hurmatlari uchun Xudoy taolo ko'p mo'jizalar ko'rsatdi. U zamonda olam hammasi kofiriston edi. O'tgan payg'ambarlarni ko'rsatgan haq dinlaridan odamlar adashgan edilar. Arab mushriklari tarafidan Baytullohga 360 dona but osilgan edi. Arablarning har bir urug'i o'zlariga atab Baytullohga bir donadan but osib qo'yishni odat qilgan edilar. Mana shu butlar payg'ambarimiz tug'ilgan kechada hammalari yuz tuban yiqilib yerga tushdi. Ertalab kelgan kofirlar bu holni ko'rib hayron bo'ldilar va ham ona qornida yerga tushgan chog'larida bir nur paydo bo'ldiki,
uni yorug'idan Shom viloyatidagi Busro degan shaharning saroylari ko'rindi. Makka shahri bilan buni oralig'i 50 kunlik yo'l edi. Hozirgi Eron xalqi u zamonlarda hammalari otashparast kofir edilar. Tutgan dinlari esa majusiylar dini, o'tparastlik edi. Bularni otashgada, ya'ni ibodatxonalarda ming yillab uzun zamonlardan beri o'chmay yonib turgan hisobsiz o'tlar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ona